bugun intervyu oladigan insonimiz Farabiy School asoschisi Hojiakbar Ibrohim bo'ladi. Ko'proq niyatim Chirchiqda ochish bo'lgan, lekin adamlar bilan endi u paytda maslahatlashib ish ko'rganimizdan keyin bu yoqda joy chiqib qolgan, Gazalkentda joy chiqib qolgan. Keyin shu bilan kichkina mushukcha boqishga tashlab ketilmagan, katta fil tashlab ketilganda, filni boqish hamma ham boqa olmaydi, o'ldirib qo'yish mumkin. Kimdan ta'lim olgansiz boshqarish bo'yicha? Hojiakbar o'zi bu yerda men sizni eng krutoy o'qituvchi deb o'ylardim. Krutoylar ko'p ekan. Indoneziyada safar yo'l oldi bitta qizimiz, bizani bog'cha bolalarimiz. Biz bog'cha olmaymiz. Biz boshlang'ich o'qitamiz. Hozir men berib o'tgan savollaringiz bu o'zingiz alohida topshirig'ingiz bo'ladi. Bularga ingliz tilida men boshlang'ich hammasasiga kirib, topshiriq berib ketaman, vazifa berib ketaman. Men chempion qizimizdan savol-javoblarimiz bor edi. O'zi bu sinfimiz IELTSga tayyorlanayotgan sinf. Hojiakbar, qarang, o'zi nimaga Farabiy School deb ochgansiz? Nomi. Keyin men aytib ketaman. Buni birinchi sinf o'qituvchimiz anaqada Belarusiyada o'qigan. Farabiy ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan maktabi. Ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan. Ingliz tili matematikaga asosan chuqurlashtirib o'tiriladi. Qachon xayolingizga kelgan kitob chiqarish? Nechta kitob chiqargansiz? Orzuying nima deganda, maktab bitirgan bola iPhone telefon deganda, qo'rqinchli narsa-da o'zi bu. Hamma havas qiladigan yigit bo'ydoq. Misol uchun bizlarning paytimizda o'qituvchiman deyish, xuddi uyatda eshitilardi. Shuni. Misol uchun mana adam aytarsan, arab tili o'qituvchisi balki bo'larsan desa, men uyalib anaqa mayli o'qituvchi bo'laman deb ham ayta olmasdim-da. Bu yerda 3 ga o'qisang, oddiy maktabda a'lochisan. 5 ga o'qisang, institutda senga hech narsa emas deb endi sal qo'llab-quvvatladi. Lekin o'tib qolganlardan keyin juda ham katta bir orqamda haqiqatan tog' turgan ekan, o'zim bilmagan ekanman.